Hammaga yaxshi kayfiyat do'stlar. Hamdamlik sizlar bilan Arzon Navigatsiya YouTube kanalida ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugun sizlarda qimmatli vaqtlarni olmagan holatda Rossiyadan O'zbekistonga qanday qilib, hozirda narxlar ko'tarilib ketgan taqdirda ham 8900 rubl bez bagajli variantlarida 10900 rubldan olishimiz mumkin. Aynan Vnukovo aeroportdan degan savollarga mana shu videoda to'liqgina javobini berib o'tishga harakat qilaman. Jumladan hozirgi kunda bemalol Samarqand yo'nalishi bo'ylab 25-chizlodan 30-chizloga qadar 8900 rubl 10 kg ruchnoy bilan 21-25 va 23-10 da uchadigan variantlarda Vnukovo aeroportdan Pobeda aviakompaniyasiga xarid qilsanglar bo'ladi. Va bagajli variantlari bo'lsa 10900 rubldan boshlanyapti. Albatta 20 kg yuk bilan bo'ladi. Общий yuk hajmi. Bu yerda 10 kg bagaj, 10 kg ruchnoy bilan chiqyapti. Agar sizga 20 kg bagaj, 10 kg ruchnoyli variant kerak bo'ladigan bo'lsa, 12500 rubldan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Endi men sizlarga o'zimiz O'zbekiston havo yo'llarini bir qator hozir 12 ta viloyatga chiqyapti turgan narxlari bilan bitta tanishtirib o'taman. Videomiz uzoq ko'p bo'lmaydi. Albatta bu narxlarda biletlarni xarid qilish uchun bemalol bizga WhatsApp nomerlaridan aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ekranlarga ham narxni chiqarib qo'yishga harakat qilaman. Maksimalni bittagina ko'z tashlab qo'ysangiz bo'lgani. Albatta Telegram kanalimiz orqali berib borilyapti narxlar. Pastda silkasi bo'ladi. Kirib obuna bo'lib qo'ysangiz, kunlik narx haqida siz ham to'liq ma'lumotga ega bo'lib borishingiz mumkin. E'tibor qilamiz. Termiz yo'nalishi bo'yicha may oyimizning narxlari 23000 rubldan 25-maydan 30-maygacha. Iyun oyiniki bo'ladigan bo'lsa, ekranda narxlar turibdi, e'tibor qilasiz. 1-iyundan 11-iyungacha 17600 va 23000 rublgacha toki chiqyapti. 23 kg bagaj, 8 kg ruchnoy, 355 va 21:50 da uchadigan reyslarga payshanba va shanba kunlariga reyslarimiz mavjud sotuvda. Xo'p, Vnukovodan Buxoroga keladigan bo'lsak, Buxoro narxlari anchagina arzon. Jumladan may oyinikini 24-maydan toki 31-maygacha 10800 rubldan 15600 rublgacha xarid qilsangiz bo'ladi. Iyun oyiniki esa o'rtacha narxlari 14800 rubldan chiqadi. 3 vaqt soatimiz 21:35 da va 23 kg bagaj, 8 kg ruchnoy bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Buxoro yo'nalishi bo'yicha. Urganchga to'xtaladigan bo'lsak, 23-maydan 30-maygacha 13800 dan 15500 rublgacha. Iyun oyiniki ham o'rtacha narxi 14800 rubldan boshlanyapti. Va Nukusga to'xtaladigan bo'lsak, iyun oyiniki 14800, may oyiga to'xtaladigan bo'lsak 15700. Ekranlarda narxlar turibdi, to'liq ko'rib olsanglar bo'ladi. Ya'ni qaysi sana atrofi sizga kerak, mana shu ekrandagi narxlar orqali ham e'tibor qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana endi men sizlarga o'zimizning O'zbekiston samolyoti bo'lmish qanot shart reyslarini ham bir boshdan bitta o'qib beraman. 3 ta dona yo'nalishda va albatta video zerikali bo'lib ketmasligi uchun shu yerda tugatishga harakat qilamiz va shu narxlarda xarid qiladigan akkalarimiz bo'ladigan bo'lsa, xolajon buvijonlar bemalol nomerimizni shunchaki saqlanib qolib olish orqali WhatsApp nomerlaridan yoki bo'lmasa Telegramdan aloqaga chiqib bemalol biletlarni xarid qilsanglar bo'ladi. Jumladan Domodedovo va Farg'ona may oyiniki 16500 rubl va iyun oyiniki 16200 rubl. Domodedovo va Buxoroniki may oyiniki 9900 rubl va iyun oyiniki 14800 rubldan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Va oxirgi yo'nalishimiz Domodedovo va Toshkent. O'rtacha narxlarimiz may oyiga 14700 dan toki 16400 rublgacha hozirda narxlari chiqyapti. Albatta videoni oxirigacha ko'rgan insonlar uchun skidkamizni eslatib o'tamiz. Har doimdek o'zimizda odatimizga muvofiq bemalol Alfa Travel aviakassa Vodiy 24 promokodini ishlatish orqali har bitta biletdan 200 rubldan skidkaga ega bo'lsangiz bo'ladi. Buning uchun siz kommentariyaga videoni oxirigacha ko'rdim deb yozib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Albatta shunaqa biletlarni xarid qilish uchun bemalol bizga WhatsApp nomerlaridan aloqaga chiqib, bemalol ishlarni bitirib olsanglar bo'ladi.